Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Tiriklik vaqtlaridayoq jannat bashorati berilgan sahobalar. Ba'zi sahobalarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning tiriklik vaqtlaridayoq jannatiy bo'lishlarini xabar berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadislarida ularning 10tasini nomma-nom sanaganlar. Ashara-i mubashshara bashorat berilgan 10 kishi nomi bilan mashhur bo'lgan sahobalar quyidagi zotlardir. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr jannatda bo'ladi, Umar jannatda bo'ladi, Usmon jannatda bo'ladi, Ali jannatda bo'ladi, Talha jannatda bo'ladi, Zubayr jannatda bo'ladi, Abdurrahmon ibn Avf jannatda bo'ladi, Sa'd jannatda bo'ladi, Sa'id jannatda bo'ladi, Abu Ubayda ibn Jarroh jannatda bo'ladi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan boshqa bir hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Fatima roziyallohu anhoga shunday deganlari rivoyat qilingan. Jannat ahli ayollarining sayyidasi bo'lishingizga rozi bo'lmaysizmi? Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabiralari Hasan va Husayn roziyallohu anhumolar haqida shunday deganlari rivoyat qilingan. Albatta, Hasan va Husayn jannat ahli yigitlarining sayyidlaridir. Xulosa shuki, hadis shariflarda nomlari aytilgan sahobalarni jannatiy deb e'tiqod qilinadi. Nomlari aytilmagan sahobalar haqida esa jannatiy bo'lishlari boshqalardan ko'ra ko'proq umid qilinadi. Imom Nasoiy Ahmad ibn Ali ibn Shuayb ibn Ali ibn Sanon ibn Bahr ibn Dinor Hijriy 2015 milodiy 830-yilda hozirgi Turkmaniston hududiga kiruvchi Nasa shahrida tug'ilgan. Imom Nasoiy ilm talabida Tabariston, Bag'dod, Basra, Hijoz, Misr kabi shaharlarda bo'lgan va Misrda yashab qolgan. Imom Nasoiyning eng mashhur kitobi Sunan Nasoiydir. Bundan tashqari Mujtaba kabi kitoblari ham bo'lgan. Imom Nasoiy 303 milodiy 916-yilda 88 yoshida Baytul Maqdisda vafot etgan. Kimlar jannatiy deyiladi? Kimlarni jannatiy deyish mumkinligi haqida Mulla Ali Qori Fiqhul Akbarning sharhida ulamolarning 3 ta hukmlarini keltirgan. Birinchisi, faqat payg'ambarlarni jannatiy deyish, ulardan boshqa hech kimga jannatiylik nisbatini bermaslik. Bu hukm Muhammad ibn Hanafiya va Avzoiy rahmatullohi alayhlardan naql qilingan. Aslida bu hukm hech qanday ixtilof yo'q bo'lgan qat'iy hukm hisoblanadi. Avzoiy Abdurrahmon ibn Amr ibn Yuhmid Avzoiy, kunyasi Abu Umar bo'lgan. Hijriy 88 milodiy 707-yilda tug'ilgan. Yamandagi Avzo degan joyda tug'ilgani e'tiboridan Avzoiy nisbatini olgan. Ba'zi ulamolar Damashqdagi Avzo qishlog'iga ko'chib kelib yashagani sababli ushbu nisbani olgan deyishgan. Bayrutda yashagan, so'ralgan 70 mingta masalaga javob bergan. Andalusiyada fatvolar to Hakam ibn Hishomning zamonasigacha Avzoiyning javoblariga ko'ra chiqarilgan. Hijriy 157, milodiy 774-yilda vafot etgan. Ikkinchisi, jannatiyligi haqida nas kelgan mo'minlar ham jannatiy deyiladi. Bu aksar ulamolarning hukmi bo'lib, qat'iylikni ifodalamaydigan zonni hukm hisoblanadi. Uchinchisi, mo'minlar solih banda bo'lganiga guvohlik bergan kishilarni jannatiy deyiladi. Bunga quyidagi hadisda dalil bor. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Bir janoza olib o'tildi. U haqida yaxshi maqtov so'zlar aytildi.
Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi, vojib bo'ldi, vojib bo'ldi dedilar. Yana bir janoza olib o'tildi. U haqida yomon so'zlar aytildi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi, vojib bo'ldi, vojib bo'ldi dedilar. Umar sizga ota-onam fido bo'lsin, bir janoza olib o'tildi va u haqida yaxshi maqtov so'zlar aytildi. Siz vojib bo'ldi, vojib bo'ldi, vojib bo'ldi dedingiz. Yana bir janoza olib o'tildi va u haqida yomon so'zlar aytildi. Siz vojib bo'ldi, vojib bo'ldi, vojib bo'ldi dedingiz, deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar kim haqida yaxshi maqtov so'zlarni aytgan bo'lsalaringiz, unga jannat vojib bo'ldi. Kim haqida yomon so'zlarni aytgan bo'lsalaringiz, unga do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Sharh. Ya'ni ushbu guvohlardan fazilatli solih kishilarning guvohlik berishlari nazarda tutilgan. Shunga ko'ra fosiq kimsalarning o'lgan fosiqning maqtashlarining hech qanday e'tibori yo'qdir. Chunki fosiqlar guvohlikka yaroqli kimsalar emasdir. Shuningdek, vafot etgan yaxshi inson haqida dushmanlik sababli aytilgan yomon gaplarning ham ahamiyati yo'q. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.